وأما الماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. وأما استعمال qilinuvchi suvga kelsak, uni tahoratsizlik holatlarida tahorat qilishlikda iste'mol qilishlik joiz bo'lmaydi. Demak, bir insonning tahorati bo'lmasa, tahorat olaman desa, iste'mol qilingan, ishlatilgan suvni ishlatishligi joiz emas. Ishlatilgan suv bilan tahorat qilishlik durust emas. Yana oldin hukmini aytdi, endi ta'rifini aytadi. Nima bu? Ma'ul musta'mal. Iste'mol qilingan suv nima desiz? Wal ma'ul musta'malu kullu ma uzila bihi hadathun. Uni sababi bilan hadas ketkizilgan har bir suv iste'mol qilinuvchi suvdir. Ya'ni bir odamning tahorati yo'q edi, suv oldi va tahorati yo'q edi, tahorat oldi va shu tahorat qilyap turganida yoniga bir tog'ora qo'ygan, bir idish qo'ygan. Uni badanidan oqqan suvlar haligi tog'oraga to'planyapti. Haligi to'plangan suv iste'mol qilingan suv deyiladi. Ishlatilgan suv deyiladi. Aslida butun ishlatilgan suv deyilaveradi-yu, lekin bu yerdagi ishlatilgan suv deganda ishlatilgan iste'mol kalimasi mana bu masalaga xos. Mana shu suvga tahorat qilishlik durust emas. Shu tog'oraga to'plangan suvga ikkinchi marta tahorat qilsa joiz emas. Au yoki ustumila fil badani ala wajhil qurbati. Qurbat suratida Allohga yaqinlashlik ko'rinishida badanga ishlatilgan suv ham iste'mol qilingan suv deb ataladi. Buni surat qanday? Bir insonning tahorati bor-u, yana tahorat qilyapti. Savob bo'lsin deb. Yana suv to'plandi, mana shu suv ham iste'mol qilingan suv deb ataladi. Yana ikki xil bo'lar ekan. Mana shu ikki xil surat bilan ikki xil ko'rinishda ishlatilgan suvga tahorat qilinmaydi. Nima uchun? Nimaga siz endi bu suv tohir, o'zi pok, lekin mutahhir emas, pokilaguvchi emas. Bir marta pokiladi, endi ikkinchi marta poklay olmaydi. Hadis kitoblarida o'qiganimizdek, bir inson tahorat qilganida, yuzini yuvganida, yuzidan sodir bo'lgan butun gunohlari suv bilan birga qo'shilib tushib ketadi. Qo'lini yuvganida, qo'li bilan qilgan gunohlari hammasi suv bilan birga qo'shilib tushib ketadi. Oyog'ini yuvganda, oyog'i bilan qilgan, oyog'i borgan, yurgan gunohlar hammasi shu suv bilan birga tushib ketadi. Demak, endi bu suv oddiy suv emas, bu hadisga qaraganda. Bu suv ichida gunohi bo'lgan bir suv. Shuning uchun bu mutahhir emas, endi poklayuvchi emas. Ichida kiri bor-da uni, siz ko'zingizga ko'rinmasa ham biz oyat hadisga shunday ishonamiz, shunday qabul qilamiz. Ichida gunohi bor uni. Bizning gunohimiz, suvning gunohi emas. Demak, tahorati yo'q odam tahorat qilsa, bundan tahoratini ketkizganligi uchun. Ikkinchisi esa Allohga yaqin bo'lishlik niyatida qilsa, bu suratda mana ibodat bo'lganligi uchun gunohlarni yuvib suv joiz bo'lmay qolyapti. Bu suv o'zi tohir, pokiza bo'lganligi uchun boshqa narsalar, ya'ni ma'naviy najosat emas, u haqiqiy najosatni ketkizishlikka ishlatsa bo'laveradi. Bu suv haqiqiy najosatni ketkazaveradi. Masalan, bir insonning libosiga qon tegdi yoki bovul tegdi, uni yuvsa bo'laveradi bu suv bilan. Yoki bu suv bilan istinjo qilsa bo'laveradi. Chunki istinjo va liboslardagi najosat ketkizishliklar u haqiqiy najosat ketkizish. Ammo bir odam uxladi, uyqudan turdi, tahorat qilish kerak, tahoratim yo'q deyapti. Uniki hadas, shuning uchun fi tahoratil ahdasi deyapti. Qarang, hadasga qaydlaganligining sababi shu. Hadaslardagi tahoratda iste'moli joiz emas. Boshida aytdik, ma'naviy najosatda hadas deyiladi, haqiqiy najosatda xabas deyiladi. Haqiqiy najosat ketkizishligi uchun ishlatsa bo'laveradi bu suvni. Va tohir bo'lganligi uchun agar boshqa suv bo'lmasa, sahrodasiz, hech suv bo'lmagan yerdasiz, bu suvni ichsa ham bo'laveradi. Harom emas bu. Karohiyati ham yo'q. Agar modomiki shu tahorat qilganingizdagi tahorat a'zolarida bir najosat bo'lmasa, bir zararli narsa bo'lmasa albatta. Yaqinlik suratida deyilyapti.
Allohga yaqinlik. Nima? Tahoratsiz odam tahorat qilganda u yerda Allohga yaqinlik surati yo'qmi desangiz, u yerda ham bor. Lekin Hanafiy mazhabida tahoratda niyat farz emas-ku. Shuning uchun uni alohida qilyapti. Hanafiy mazhabiga ko'ra, mana bu kitobning boshida aytdik, niyat qilishlik farz emas. Bir odam shunday o'zidan o'zi tahorat qildi. Ertadan turdida o'zidan o'zi tahorat qildi. Tozalikni niyat qilmadi. Namoz vaqti bo'lganda shu tahoratdan namoz o'qisa bo'laveradi. Lekin bu amali shu tahorati ibodat hisoblanmaydi uni. Chunki ibodat niyatida qilmadi uni. Faqat shunchaki bir yuvinishlik uchun yoki masalan bir odam issiqlab ketdi, issiq va salqinlashlik uchun tahorat qilsa, uni bu tahorati ibodat emas, lekin tahorat, tozalik, tozalanyapti. Bu bilan namoz o'qisa bo'ladi-yu, lekin u tahorati uchun savob bo'lmaydi. Allohning rizosini, ibodatni niyat qilmaganligi uchun. Ammo boshqa uchala mazhab aytadiki, uni tahorati tahorat emas deydi. U tahorat bilan namoz o'qish durust emas, niyati yo'q deydi. Hanafiylarda shunday masalalar borligi uchun mana hadas yetkazilgan suv yoki Allohga yaqinlik uchun badanga iste'mol qilingan suv deyapti. Niyati bor suv. Agar bir insonda tahorati bo'lmasa, tahorat qilyap turganda Alloh rizosi uchun ibodat niyatida tahorat qilsa, bu yerda qurbat ma'nosi ham bor. Allohga yaqinlik. Albatta Hanafiylar niyatni sunnat deshligi bilan bo'laveradi deyishlik emas. Ular ham aytadiki, iloji boricha tahorat qilsin, niyat bilan qiyin. Shuning uchun sunnat-u muakkada deyishyapti-yu. Lekin bu ilmiy masala, ilmiy munoqasha, ilmiy muzokara. Albatta qilgan tahoratingiz bir amal, amalingiz bekor bo'lmasligi uchun, botil, ya'ni savobi yo'q, savobsiz bo'lib qolmasligi uchun niyat qilishingiz kerak. Niyat shart bo'ladi. Yaqinlikka ko'radigandan yana bir masala kelib chiqadiki, bir insonda tahorati bor, yana tahorat qilyapti. Tahorat ustiga tahorat qilyapti. Nurun ala nur. Bunda ishlatilgan suvga ham keyin tahorat qilinmaydi. Ya'ni hadasda tahorat qilinmaydi. Ma'naviy najosatda. Tahorat ustiga tahorat qilishlikning sharti bor. Agar hadib tahorat qilinsa makruh bo'ladi, isrof bo'lganligi uchun. Bu ikkita tahoratning o'rtasida bir ibodat bo'lishlik kerak. Masalan, siz zuho namozi uchun tahorat qildingiz, zuho namozini o'qidingiz. Keyin peshin vaqt keldi, tahoratingiz bor. Peshinga yana bir tahorat qilsangiz, shuni alavajil qurbati deydi. Allohga yaqin bo'lishlik uchun qilingan tahorat. Sizda tahoratsizlik yo'q. Tahoratingiz bor, lekin savob bo'lsin deb yana tahorat qilyapsiz. Shunga o'xshab masalan peshin vaqtida peshinga tahorat qildingiz, namoz o'qidingiz. Peshindan keyin yana nafil o'qiysiz keldi. Boshqatdan tahorat qilsangiz. Ya har 5 vaqt namozga yangi tahorat qilsangiz, tahoratingiz bor holatda. Demak, bir tahorat qilganingizdan keyin ikkinchi tahorat qilishingiz uchun bir ibodat kirsin o'rtaga. Hech bo'lmasa o'sha tahoratning 2 rakat nafil namozini o'qing. Keyin yana tahorat qilsangiz bo'ladi. Hech qanday amal qilmasdan tahorat ustiga tahorat qilsangiz, u isrof bo'ladi. Joiz emas, durust emas, makruh bo'ladi. Iste'mol qilingan suvning hukmini tohir dedik. Imom Azam Abu Hanifa aytadilarki, iste'mol qilingan suvning hukmi najas deydi. Abu Yusuf ham najas deydi. Imom Muhammad tohir deydi. G'ayri mutahhir deydi. Imom Muhammadning so'ziga fatvo berilgan. Ko'pchilik insonlar Imom Azamning gapiga tushunmasdan, bu nima gap bu? Nimaga bu suv najas deyilyapti deydi. Lekin Abu Hanifani dalilini tafakkur qilsangiz, u kishining gapini haqligini bilasiz. Hozirgi hadisimiz gunohlarni yuvib ketyapti. Aytdik, gunohlar 2 xil bo'ladi. Ya'ni najosat. Gunoh ham najosatda. Najosat 2 xil bo'ladi. Biri mana shu haqiqiy najosatlar, bular bovul, qonga o'xshagan narsalar. To'ng'izning go'shi, to'ng'izning yog'i, to'ng'izning parchalari. Ikkinchisi ma'naviy najosat. Ular gunohlardir. Gunoh ma'naviy najosatdir. Shuning uchun Alloh taolo gunohkorlarni jahannamda yondirib tozalaydi, toshlaydi ular. Ular kirlangan insonlar.
najosat tekkan insonlar. Jahannamga kirib poklanishni xohlamagan kishilar shu dunyoda poklansin. Gunohdan uzoq tursin, gunoh qilgan bo'lsa darrov tavba qilib, istig'for etsin, Allohga ruju qilsin. Imom Azam aytadiki, siz tahorat qilganingizda sizdan tushgan suvda haqiqiy najosat yo'q, lekin ma'naviy najosat bor. Va shuni bilingki, ma'naviy najosat haqiqiy najosatdan battar. Innamal mushrikuna najasun. Alloh aytayaptiki, mushriklar najasdir deyapti. Mushriklarning badani najas emas. Ularda shirk e'tiqodi najas. Qarang, e'tiqod, gunoh, shirk gunohi najas. Inna shirka la zulmun azim. Mana bir inson najosatdan saqlanmasa, ammo tavhidda bo'lsa, u odam jahannamga kirsa ham gunohiga yarasha jazo olgandan keyin jannatga kiradi. Lekin mushrik butun hayotida eng pokiza inson bo'lib yashagan bo'lsa ham jahannamda abadiy qoladi. Demak, mana ma'naviy najosat haqiqiy najosatdan ko'ra battar ekan. Mana zinokorlik. Ba'zi kofirlar bor, nihoyatda o'ziga qarab, o'zicha pokiza yuradi. Lekin zinokor, o'g'ri, kazzob yoki ba'zi fosiqlar bor. Demak, mana ma'naviy najosatlar haqiqiy najosatdan battar ekan. Abu Hanifa aytadiki, bu suvning tarkibida ma'naviy najosat bor deydi. Shuning uchun buni najasligi ham ma'naviy, haqiqiy emas. Tushundingizmi? Imom Azamning maqsadi shuki, bu suvning najasligi, najosati g'alizaligi ma'naviy. Abu Yusuf najosat xafifa deydilar. Ya'ni Abu Hanifaga ko'ra insonning bovliga o'xshagan darajada najosati g'aliza deyilsa, Abu Yusuf aytadiki, go'shti yeyiladigan hayvonlarning bovlini hukmini darajasidagi najosati xafifadir, yengil najosdir deydi. Ma'no e'tiborda. Yuqorida aytdik, tahorat qilayotgan odam ustiga ko'p sachratmasin. Chunki odobga, tarbiyaga xilof bo'lgan narsa tartibsizlik. Lekin biz aytdik, bu suv tohir bo'lganligi uchun ustiga sachrasa hech qanday zarari yo'q. O'zi pok. Ba'zi insonlar tahorat qilyapti turib, oldiga bir etak bog'lab yoki bir boshqa libos kiyib olib tahorat qiladi. Bu durust emas. Payg'ambarimiz alayhisalom biror marta qilmagan bu narsani. Birorta sahobiy qilmagan. Ustiga suvni sachratmaslikka harakat qilasiz, bas. Lekin libosni almashtirib, yo har xil etaklar kiyib bunday bidiyatlar qilmaysiz. Bidiyat bu. Bu suv qachon mustamal bo'ladi? Abdulhay Leknaviy hoshiyada aytayaptiki, Abdulhay Leknaviy hindistonlik muhaddis, mufassir, faqih, Hanafiy olimlaridan, ya'ni islom diniga nihoyatda katta xizmat qilganlar. Kitoblari nihoyatda qiymatli, nihoyatda quvvatli kitoblar. Bu kishi aytadilar, badandan ajraldimi, bu suv iste'mol qilingan suvdir. Lekin Imom Nasafiy, mana Buxoro ulamolaridan Kanzul Daqoiq kitoblarida aytadilarki, suv bir yerga tushsa, keyin mustamal bo'ladi. Badandan ajragan vaqtda mustamal deyilmaydi deydi. Qani bu darajada ixtilof qilyapti ulamolar. Badandaligida mustamal deyilmaydi. Badanda yudis, bu mustamal deyilmaydi. Badandan ajradi, ajragan holatida havoda tushyapti bu. Buni hukmi nima? Ulamolar shunga ixtilof qilishyapti. Abdulhay Leknaviy aytayaptiki, bu mustamal deyapti. Imom Nasafiy aytayapti, yo'q, mustamal emas bu deyapti. Suv qayerga tushsa ham, yergami, libosgami, idishgami tushsa, tushgan yerida bu mustamal deyiladi. Va kullu ihabin dubigha faqad tahura. Va har bir teri oshlansa, haqiqatan ham pok bo'libdi deyaptilar. Ihabun degani teri degani. Jildun degani ham teri degani. Terini arab tilida mutarodif kalimalari ko'p, ya'ni sinonimlari ko'p. Lekin Quduriy nimaga ihabin deyapti? Ihabin shunday bir teriki, shunday bir kalimaki, terini butun turlarini o'zini ichiga oladigan bir kalima. Hayvonning ustidagi turganda ham ihabun desiz bo'laveradi. Yoki hayvondan shilib olingandikini ham ihab desa ham bo'laveradi. Halol yo'ldan so'yib olingan hayvonnikini ham ihabun desa bo'laveradi. O'lib qolgan, harom o'lib qolgan
hayvonni terisini ham ihabun desa bo'laveradi. Ihabunga hammasi kirib ketaveradi. Shuning uchun kullu ihabin deyapti. Jildin demayapti. Jildun desiz u farqli bo'ladi ekan. Mana butun terilar oshlandimi? Pok bo'libdi. Oshlashlik nima? Hozirgi vaqtda ya'ni nihoyatda mukammal shaklda oshlanyapti. Kimyoviy moddalar solinib, terilar xuddi bir lataga o'xshab chiqyapti. Lekin unday bo'lishligi shart emas. Bir teridan uni rutubati ketsa va badbo'yligi ketsa, ya'ni qurisa, yaxshilab qurisa, bu teri oshlandi deyilaveradi. Qanday yo'ldan quritsangiz quriting. Qumga ko'mib quritasizmi, tuzga ko'mib quritasizmi, yo oftobda quritdingizmi, yo bir shamolga qo'yib salqin yerda shamolda quritdingizmi, yo siz ham kimyoviy moddalardan quritdingizmi, kul bilan quritdingizmi, qanday qilib quritsangiz quriting. Qurisa, rutubati, ichidagi namligi ketsa va badbo'yligi ketsa, bu oshlangan deb ataladi. Oshlangan teri pok bo'ldimi, qaytib najas bo'lmaydi u. Suv tekkandan keyin ho'l bo'lsa, najas bo'lmaydi. Jazati salatu fihi, bu terining ustida namoz o'qisa joiz bo'laveradi, val wudu minhu, va undan tahorat qilsa ham bo'laveradi. Oshlangan terilarda tashlab ustida namoz o'qisangiz bo'laveradi. Undan tahorat qilish qanday bo'ladi? Mesh yasaysiz. Teridan idish qilasiz, ichiga suv qo'yasiz. O'sha suvdan tahorat qilsangiz bo'laveradi. Ichsangiz ham bo'laveradi. O'sha meshning ichiga asal quyib qo'ysangiz yoki sut quyib qo'ysangiz, ayron quyib qo'ysangiz va ularni ichsangiz ham bo'laveradi. Quduri butun terilar degandan keyin biz shuni butun terilar deb tushunishligimiz kerak. Ammo savol kelish kerak bizga. Butun terilar deganimizda to'ng'iz ham kirib ketadi-ku deyishimiz kerak. Shu savolimizga illa jildal xinziri deyaptilar. Lekin to'ng'izning terisi mustasno. To'ng'izni terisini 1000 yil yuvsangiz pok bo'lmaydi. Durust emas. Val adami, odamning terisi ham durust emas. Butun hayvonotlarning ichida ikki narsani terisi mustasno qilindi. To'ng'izniki va insonniki. To'ng'izniki najas bo'lganligi uchun, insonniki mukarram bo'lganligi uchun. Agar insonning terisiga izn berilsa, unda inson ovi boshlanadi. Bir latifa borki, bir chekka qishlarda yashaydigan odam sochini oldirgan ekan, kal qilib. Shu vaqtlarda keyin shaharga borgisi kelib qoldi. Odamlar aytdiki, shaharga bormagin. Shaharda odamlar daf yasashlik uchun dafni bilasizlar, ayollarni uradigan nimasi. O'rtasi teri bo'ladi, doiraga o'xshagan. Ammo zanjirlari yo'q. Faqatgina teri. Daf. Shu daf yasashlik uchun kallarni boshini terisini shilib olyapti ekan. Sen kalsan, sen borsang, seni ham boshingni terisini shilib olishadi. Daf qilamiz debdi ekan. Lekin bu boraman deb qo'yganman, bormasam bo'lmaydi deb borib shaharga. Yozdi kuni bostirib qalpoqni ham kiyib olibdi. Kalligini hech kim bilmasin deb. Nihoyatda ehtiyot bo'lib, hammani kuzatib ketyapti. Ancha yurgandan keyin shuni ko'chadan o'tyapti-sa, orqasidan birisi chaqirib qoldi. Tushday cholib, polis. Bu ana bilib qolishini qochdi. Orqasidan quvlayapti polislar ham. Yozdi bu qalpoqni ham bostirib kiyib olgan, qarashlari ham boshqacha, yurishlari ham boshqacha. Bu terroristga o'xshaydi. Ya polis ham quvlagan uni. Asa qochdi, polis ham quvlagan mahkam, qarasa yetib oladigan, shart to'xtatdi, pichoqni chiqarib qalpoqni ham yechibdi. Polis ham hayron, nima qiladi buni? Boshini kesib tashlagan ekan. Senga ham emas, menga ham emas. Demak, mana odamning terisi joiz emas. Chunki odam xorlanmasin deb. Odamning terisi qani chiroylikda, agar bu sotilsa eng qiymat teri bo'ladi. Odam xorlanmasin deb islom man qilyapti. Hech kimga izni yo'q. To'ng'izniki esa najas bo'lganligi uchun. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, qarang, boshqa terilar yaratilmadimi? Boshqa butun terilar joiz ekan. Masalan, yo'lbars terisi, sherning terisi, ayiqning terisi, shular ishlatiladi-ku.
Lekin bularni terisini ustida namoz o'qishlik makruh. Payg'ambarimiz alayhisalom bunday yirtqich hayvonlarning terisini ustida namoz o'qishdan man qilganlar. Nimaga? Buni Shofiylar pok bo'lmaganligi uchun deb o'ylaydi-yu, lekin hadisga diqqat qilinsa, hadis darslarida o'tdi bu narsa, kibr bo'lmasin deb. Kofirlarning podsholari shunday sherlar, ayiqlar, yo'lbarslarni terisini ustida o'tirishadi. O'tiradigan yerlari. Go'yoki hatto o'zi ovlagan. Uni biz falon o'rmonda ovlaganmiz, o'zim ovlaganman. Shunday menga tashladi, bir urib nima qildim deb maqtanib o'tiradi. O'sha kofirlarning qilig'i bo'lganligi uchun, odati bo'lganligi uchun payg'ambarimiz alayhisalom man qildilar. Bunday hayvonlarning terisini ustida oshlangan bo'lsa, namoz o'qishlik makruh bo'ladi, lekin joiz bo'laveradi. Jazati solati deyapti-ku. Namoz joiz, joizligida shak yo'q. Va shu yirtqich hayvonlarning terisiga keyin suv quyib qo'ysa ham bo'laveradi. Shu darajada pok bo'lyapti. Bular ichiga it ham kiradi. Imom Shofiy itni ajratadi va itga o'xshagan butun yirtqich hayvonlarning terisi oshlagan bilan pok bo'lmaydi deydi. Shofiy mazhabi qanchalik qiyin masala. Qancha xil terilar pok bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Hanafiy mazhab qanchalik oson bir narsa. To'ng'izdan insonnikidan boshqa butun terilar bo'laveradi. Endi o'lgan hayvon, bir insonning qo'yi o'lib qoldi yoki moli o'lib qoldi. Xabaringiz ham yo'q, sizdan so'ramasdan o'lib qoldi ekan. Nima qilasiz endi uni? Ba'zilar shunday olib borib tashlab yuboradi, harom o'lib qoldi shuni. Shuni junini kesib olgan desiz, sizga yomon qaraydi. Vahobiymisan deydi. Terisini buni junini kesib olsa bo'laveradi. Yulib olsa bo'lmaydi. Chunki junini yulib olsangiz tomiridan chiqadi-ku. Junni tagida tomirda yog' bor. Yog'i harom. Lekin junni o'zi halol, pok. Shofiy mazhabiga ko'ra bo'lmaydi. O'likni junini olsa bo'lmaydi Shofiy mazhabiga ko'ra. Chunki o'lik harom, o'likda hamma narsa harom deydi. Bu masalaga kelamiz. Va o'lgan hayvonni terisini ham shilib olsangiz bo'ladi. O'lib ekan, terisini shilib oling, oshlasangiz pok bo'laveradi. Tullu ihabinga u ham kiradi. Harom o'lib qolgan hayvonni terisini oshlaysiz, poklaysiz, ustidan namoz o'qisangiz bo'laveradi. Nimaga ishlatsangiz ishlatavering. Imom Malik bunga qarshi chiqadi. O'lgan hayvonni terisi oshlasa pok bo'lmaydi deydi. Lekin bizga hadisdan dalillar bor. Hadis kitoblarida, darslarda o'qidik. Payg'ambarimiz alayhisalom bir qo'yning o'ligini ko'rdilar ko'chada. Aytdilarki, buni terisini shilib olmabsizlar-da. Deganda aytdiki, bu harom bo'lib qoluvdi. Deganda terisini ishlataveradilar dedilar. Qarang, payg'ambarimiz alayhisalom aytmayaptiki, harom bo'lib qoluvdimi? Demayaptilar. Terisini olinglar deyapti. Hanafiylar o'sha sahih hadislarni dalil qilishib bo'laverar ekan deydi. Va bu yerdan filni terisi ham demak joiz ekan. Imom Muhammad aytadiki, Abu Hanifaning shogirdi, filni terisi bo'lmaydi deydi. Chunki fil to'ng'izga o'xshaydi deydi. Fil terilari to'ng'izni terisiga o'xshaydi. Shuning uchun joiz emas deydi. Lekin Abu Hanifa bilan Abu Yusuf aytadiki, yo'q, bo'laveradi deydi. Filni terisi ham. Ba'zi bir olimlar to'ng'izni terisini ham agar yaxshilab oshlansa bo'laveradi degan ahli sunnalar ham bor, lekin oz ular. Jumhur joiz emas deydi. Va man qilinishlik kerak. Hozirgi tibbiyot ham to'ng'izni terisiga buni butun parchalari, go'shi, yog'i, suyagi hammasini zararli ekanligini isbotlab turibdi. Alloh taolo bizga to'ng'izdan iste'mol qilmaslik bilan savob olishligimizni ne'mat qilib berdi. Ba'zi narsalarni iste'mol qilib savob olasiz, ba'zi narsalarni iste'mol qilmasdan savob olasiz. Itni to'g'risida Hanafiylardan ham ba'zi olimlar aytgan, it oshlashlik bilan pok bo'lmaydi deb ikki terisini. Lekin Hanafiylarning fatvosi shuki, shu ikki teridan boshqasi bo'laveradi. Ilonni terisida ulamolar to'xtaydi. Aytadiki, ilonni terisi teri emas. Shuning uchun oshlashlik bilan pok bo'lmaydi deydi. Agar ilonni terisi teri deb atalsa, oshlansa pok bo'laveradi. Qarang, terilar masalasi, hayvonot masalasida fuqarolarning fikrlarini qarang. Teri deb ataladigan bo'lsa, terilik shartlari topilsa, uni sharhlarda ko'rasizlar. Teri nima deganda fuqarolar shartlarni aytadi. Falon shartlari bo'lsa, bu teridir deydi. Shu terilgan hamma narsa oshlashlik bilan pok bo'laveradi.
Va sha'rul maytati va azmuha tahirun. O'likning sochi, juni va suyagi ham pokdir. O'likni go'shi va yog'i harom xolos va qoni. Boshqa butun narsalari pok. Masalan, juni odatganimizdek qiyib oladigan bo'lsangiz pok. Imom Shofiy harom deydi. Hanafiylar aytadiki, Hanafiylarning eng oxirgi dalili ko'p tortishmalardan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini olingan sochlarini sahobalarga tarqatdilar. Mana shu sochga nima deysiz? Ba'zi shofiylar to'xtaydi keyin. Ammo ba'zi shofiylar mutaassiblik qilib uni ham harom deb olishadi navzulillah. Payg'ambarimiz soqollari bormi, dunyoni ham yerga tarqalgan. Hanafiylar shuni aytadi, mana shu pok-ku. Shu soch yoki soqol bir suvga tushsa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi, pok narsa bu. Chunki uni ichida yog'i yoki go'shi yo'q-ku. Va bu soch, suyak degan narsalar, tirnoq, bular hayoti bo'lmagan narsalar. Demak, hayoti yo'qmi? Bu o'lik deyilmaydi. Bir narsa o'lik deyishlik uchun tirik bo'lishlik kerak. Soch tirik deyilmaydi. Shuni to'g'ri o'suvchi narsa. Masalan, daraxtda ham tirik deyilmaydi-ku. Daraxt ham o'suvchi, suyak ham o'suvchi, lekin tirik deyilmaydi. Mana tirnog'ingizni olsangiz og'rimaydi-ku. Tirnog'ingizni oling, tirnog'ingizni qancha parchalang, og'rimaydi. Nimaga? Unda hayot yo'q unda. Yoki sochingizni oling, mana yondiring, og'rimaydi-ku. Chunki hayot yo'q unda. Shuning uchun Hanafiylar aytadiki, bu narsalar tiriklik va o'liklikni qabul qilmaydigan narsa. Ey Imom Shofiy, siz bularni o'lik deb harom demang. O'lik emas bular, deydi Hanafiylar. Qarang, fuqarolarda endi insonshunoslikdagi fikrlarni qarang. Insonning sochi va tirnog'i tirik deyiladimi, o'lik deyiladimi degan katta bir kashfiyotni bahsini o'tib ketishgan. Bunga paylar ham kiradi. Nimalar bor? Paylar alayhi. Yeganingizda chayni o'rasiz, chayni o'rasiz uzilmaydi-ku. Kattalar yosh bolalarni aldab bunga berib qo'yadi. Soching o'sadi. Soch o'sar bu dedi. Bechora yosh bolalar aldanib chaynab o'tiraveradi. Kattalar oshni yeb qo'yishaveradi. Bir kuni bir odam aytadiki, kichkinaligimizda deydi, menga tovuqni bo'yni tushibdi deydi. Bir ukamga tovuqni qanotini, shunday yonini tushganlar, go'shtli yeri tushgan. Almashtiray desam, unamadi, rozi bo'lmadi deydi. Keyin hali bo'ynini o'ynadi. Qara, meniki tikka bo'ladi, bukiladi, deb ovoz chiqarib o'ynadi. O'ynasa keyin yosh bola uni olaman dedi. Yig'ladi keyin. Menga bersin. Keyin almashtirib olgan ekan keyin. Demak, mana o'likni paylari ham pokdir. U najas emas. Nima u? O'sha hali aytganimiz uzilmaydigan narsalar. Chunki uni ham tarkibida yog'i va go'shi yo'q. Yog' go'shmas u, boshqa narsa u. Shunga diqqat qilarki, shu narsalarning ustida yog' va go'sh bo'lmasin. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, tirikligi ham, o'likligi ham. Ba'zan amaliyotlar bo'ladi. Bir insonga bir suyak qo'yiladi. Insonning suyagi yoki hayvonning suyagi. Joiz. Pokku bu. Tohirun deyapti. Najas emas. Shuni yoki pay qo'yilsa, joiz. Durust bo'laveradi. Bunga o'sha to'ng'izdan boshqa hammasiniki kirib ketaveradi. Insonniki zotan pok, lekin insonni bu sochi, suyaklari uzursiz holatda ishlatilmasligi kerak. Uzursiz holatda. Lekin mana bu tibbiy sohalarda ishlatilishligi boshqa masala. Tibbiy sohalarda. Lekin masalan, insonning o'ligini suyaklari yoki paylarni ishlatishligi ham durust emas. Insonning tirigiga aziyat bo'ladigan narsa o'ligiga ham aziyat hisoblanadi. Va iza waqa'at fil bi'ri najasatun. Ana bu masalalar bitti, endi quduq masalasi. Quduqqa najosat tushsa, bu najosatdan maqsad qon, bovulga o'xshagan narsalar. Yoki to'ng'izni yog'i. Nuzihat, bu najosat chiqarib olinadi. Najosat oldin chiqariladi, keyin uni ichidagi suv chiqarib olinadi. Quduqning ichidagi butun suvni chiqarib olasiz. Quduqning ichidagi suvning hammasini chiqqanligini qayerdan bilamiz biz? Agar ko'rilsa-ku yaxshi. Ko'rinmasa, haligi sapida tashlayapsiz.
ba'zilar satil deydi, ba'zilar taqir deydi, ba'zilar cherak deydi-ku o'zbeklar. Shuni tashlayapsiz, oxirgi vaqtda taraf tagida tushyapti, ko'tarsiz, suv chiqmay qoldi. Suv bor o'zi. Og'zingda suv bor, lekin satilga suv chiqmay qoldi. Tushundingizmi? U quduqning suvi tugadi deb hukm beriladi. Va kana nazhu ma fiha min al-ma taharatan laha. Shu quduqning ichidagi suvni tortib olishlik quduq uchun tahoratdir. Bas. Uni boshqatdan yuvishlik, devorlarni yuvishlik yoki uni arqonini yuvishlik, satilini yuvishlik shart emas, kerak emas. Ichidagi suvni olib tashladingizmi, hali suv chiqyapti, aylanyapti-ku, shu bilan o'zi hamma narsasi pok bo'ladi. Suvni albatta boshqa taraflarga sochib yerga nima qilib yuboriladi. Masalan, ekinlarga, ekinzorlarga qo'yib yuboriladi. Fa'inmatat fiha fa'ratun. Bu qanday quduq? Quduqlar ham ikki xil bo'ladi. Buloqlik, buloqsiz. Buloqlik degani tagida suv manbasi bor. Uni masalasi keladi. Bu buloqsiz. Tagida suv manbasi yo'q. Yerni ichidan, atrofdan, turpoqlarning ichidan keladigan quduq bu. Fa'inmatat fiha fa'ratun aw usfuratun aw sa'watun aw sawdaniyatun aw samun abras نزح منها ما بين 20 دلوا إلى 30 بحسب كبر الدلو وصغرها. Agar quduqda sichqon o'lib qolsa, quduqqa sichqon tushib o'ldi yoki sichqonning o'ligi tushdi. Yerda hozir faynmata fiha fa'ratun deyapti. Sichqon tushib o'lsa deyapti. Tushganda tirik edi. Yoki osfur, chumchuq degani. Savatun bizda ham sava deydi. Sava. Chumchuqqa o'xshagan bo'ladi, rangi to'qroq, chumchuqning atrofi qizil bo'ladi. Va chiroyli sayraydi, yaxshi sayraydi. Qishda keladi bizning diyorlarda. Bahorda ketadi. Savdoniya degani bu ham chumchuqqa o'xshagan, kulrang bo'ladi rangi, qanotlarida oqi ham bor, dumi uzun. Yurganda dumini likillatib yuradi. Uchganda ham tepa past bo'lib uchadi. Bunchalik balandlarga chiqmaydi. Chiyillab ovoz chiqaradi. Buni, ya'ni chiroyli sayramaydi. Buni hamma har xil gapiradi. Ba'zilar qaymoq o'g'risi deydi. Ba'zilar yo'q bu qatiq o'g'risi deydi. Balki galasini ham o'g'irlagandir. Ba'zilar Fatma chimchiq deydi. Bular hammasi bu shunday hayvonlarki, sichqon va chumchuqning kattaligicha bo'lgan hayvonlar. Undan katta hakkalarga chiqib ketmaylar. Hakkalarning masalasi keladi. Somun abrasu degani bizda buni kalta kessak deyshadi. Ba'zilar kesapki deydi. Ba'zilar kalta pes deyshadi. Somun degani zararli degani. Abrasu degani pes degani. Mana shu hasharotlar. Qarang, har xillardan keltirdi. Sichqon, qush va mana bu sudralib yuruvchi narsalardan misol keltirdi. Shular agar quduqqa tushib o'lib qolsa, nuziha minha quduqdan tortib olinadi. Ma bayna 20 dalvan ila 30. 20 satr bilan 30 satrgacha. Shuni o'rtasida. Eng kamida 20 satr suv tortib olinsin. Eng ko'pi 30 dir. Nimaga 2 raqam berdingiz desiz? Bihasbi kibari dalvi va sig'ariha. Satilning kattaligi va kichkinaligini hisobga olib deyapti. Satilingiz kattaroq bo'lsa 20 satil, kichikroq bo'lsa 30 satil deyapti. Ba'zilar aytadiki, yo'q. Bu narsa hayvonning katta kichikligiga qarab bo'ladi. Katta chumchuq bo'lsa 30 satil, kichkina chumchuq bo'lsa 20 satil deydi. Yana ba'zi hanafiylar aytadiki, bu hukm masalasi deydi. Ularning katta kichikligiga qaralmaydi. 20 satili vojib, 30 satili mustahab deydi. Shuni ehtiyotan yana 10 satil qo'shilyapti deydi. Va mata fiha hamamatun aw dajajatun aw sinnawrun nuziha minha ma bayna 40 dalwan ila 50. Agar quduqda kaptar o'lib qolsa, kaptar, forslar kabutar deydi. Biz uni buzib kaptar qo'yganmiz. O'zbekchasi yo'q. Dajajatun tovuq aw sinnawrun ba'zi o'zbeklar mushuk deydi, ba'zilar mishiq deydi, ba'zilar pishak deydi. Lekin sinnawrun yovvoyisi, vahshiysi, xonakisi emas. Uy mushugi emas.
hukmda farq qilmaydi. Uy mushugi yo o'rmondagi farq qilmaydi. Demak, jussada shu tovuqcha keladigan parrandalar, qushlar va mushukcha keladigan hayvonlar quduqqa o'lib qolsa, bu quduqdan 40 taqirning o'rtasidan 50 taqirgacha suv olinadi. Yuqoridagi 3 ta ehtimol bu yerda ham keladi. Ba'zilar 40 vojib, 50 mustahab deydi. Ba'zilar shu satilni katta kichikligiga qaralsin deydi. Ba'zilar hayvonni katta kichikligiga qaralsin deydi. Ba'zi rivoyatlarda 60 ham kelgan. Va in matat fiha kalbun aw sha'atun aw adamiyun. Agar quduqda it o'lib qolsa yoki qo'y o'lib qolsa yoki odam o'lib qolsa, nuziha jami'u ma fiha min al-ma. Quduqning ichidagi suvdan bo'lgan narsaning hammasi tortib olinadi. Suvda hammasi olinadi. Chunki bular katta hayvon bo'lganligi uchun. Mana shu jussasi shuncha keladigan butun narsalar kirib ketaveradi. Masalan, kattaroq hayvonlar tushib ketgan bo'lsa ham. Endi bular tirik chiqarilsa-chi, go'shti pok bo'lgan, go'shti yeyiladigan hayvonlar tushib ketgan bo'lsa, ustida najosati bo'lmasa, suv najas bo'lmaydi. Chunki pok narsalar-ku bular. Shunday odam tushib ketsa ham, agar istinjo qilib yuradigan va pokiza inson bo'lsa, zarari yo'q. Ammo istinjo qilmaydigan odam tushib ketsa, suvni chiqarmasa bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa junub odam tushib ketsa, junubda ham ustida najosatlar bo'lishligi ehtimoli bor. Shuning uchun suv hammasi olinadi. Agar kofir tushib ketadigan bo'lsa, agar ayni masala ustida najosati bo'lmasa, kofir musulmonlarga farq qilmaydi. Chunki insonda o'zi najos emas. Lekin go'sht yeyilmaydigan hayvonlar tushsa, masalan, itga o'xshagan. Uni agar badanini ustida najosati bo'lmasa, tushib ketdi-yu, lekin boshi suvga kirmagan bo'lsa, suvni najas qilmaydi. Chunki ularni badanini o'zi najas emas. Masalan, bir it sizga tegsa, najas bo'lmaydi. Ustingiz nopok bo'lmaydi. Lekin agar boshi suvning ichiga kiradigan bo'lsa, u suvni najas deb hukm beriladi. Chunki uning og'zida so'lagi bor. It va shunga o'xshagan go'sht yeyilmaydigan narsalarni so'lagi haromdir. Shu so'lagining e'tiboridan suv najas bo'ladi. Tushunarlimi? Sichqonning masalasi, agar sichqon tirik chiqarilsa, sichqonni o'zi najas. Lekin insonlarga ko'p aralashib yurganligi uchun uni hukmini makruh deydi ulamolar. Shuning uchun sichqonni, masalan, boshini suvga kirgan bo'lishligi ham suvda najas qilmaydi. Makruh deyapsiz-ku. Ammo sichqondan so'raysiz. Ey bechora sichqon, sen quduqqa tushib ketyapti turganda qanday tushib ketding deb so'raysiz. Shunday o'ynab yurib tushib ketdingmi yoki mushukdan qochib tushib ketdingmi? Agar o'ynab tushib ketdimsa, mayli, bor ketaver, o'ynaver. Mushukdan qochib tushib ketgan bo'lsa, u suvni chiqarmasa bo'lmaydi. Chunki sichqon qo'rqqanda davul qilar ekan, siyar ekan. Mushukdan qochgan vaqtda siygan u quduqda ham rasvo qilgan. Qani ulamolar qanchalik kuzatuvchan bo'lyapti. Hammasiga diqqat qilish. Va intafakhal hayvanu fiha aw tafassaha. Nuziha jami'u ma fiha saghura al-hayvanu aw kabura. Agar quduqning ichidagi hayvon o'lib, hatto sasib ketgan bo'lsa, intafaqa sasib ketgan bo'lsa, aw tafassaha yoki chirib ketgan bo'lsa, hatto parchalanib uzilyap turgan bo'lsa jasadlari, quduqning ichidagi narsaning hammasi tortib olinadi, hayvon kichkina bo'lsa ham, katta bo'lsa ham. Chunki bu sasib ketganligidan va chirib ketganligidan ma'lum bo'ladiki, bir necha kundan beri bor. Haligi yangiligidan ma'lum bo'ladiki, buzilmaganligidan, yangi tushgan, shuning uchun yuqorida aytilgan miqdordagi suvlar olib tashlanyapti. Lekin bu eski bo'lgandan keyin bu suvga aralashadi. Undan chiqqan mikroblar va o'lik hayvondan chiqqan najosatning parchalari suvga ko'p tarqagan bo'ladi. Shuning uchun sichqon bo'lsa ham yo tushgan narsa qo'y bo'lsa ham, agar sasib ketgan, pishib ketgan bo'lsa, suvning hammasi chiqarib olinadi. Va adadu dila yu'tabaru bid-dal bil wasat al-musta'mal lil-abari fil buldani. Satrlarning adadi, taqirlarning adadi shaharlarda quduqlar uchun iste'mol qilinadigan o'rtacha taqir bilan e'tiborga olinadi. O'rtacha satr bilan.
Ya'ni bir shaharda bir quduqda 10 litrlik satil bor, yana bir yerda 8 litrlik, yana bir yerda 6 litrlik. Shu 3 xil miqdordagi satil ishlatilyapti quduqlarda. Biz hisoblashlik uchun hali 8 litrlik olamiz, o'rtachasini olamiz. Kattasini ham olmaymiz, kichkinasini ham olmaymiz. Hisobimiz shunga qarab bo'ladi. Shuning uchun yuqoridagi satilni katta kichikligiga qarab 40 bo'lsin, 60 bo'lsin degan so'zni boshqalar rad qiladi. Chunki bu masalada o'rtacha olinsin degan masala bor zotan. Fanuziha minha bidalun azimin, agar quduqdan katta satildan suv olinsa, quddira ma yas'a min ad-dila'il wasati uhtasiba bihi. O'rtacha satillardan unga sig'adigan narsani miqdori chiqariladi va shu bilan hisoblanadi. Biz mana aytdik, o'rtacha satil 8 litrlik deb aytdik. Bir satil bor 40 litr suv oladi. Katta satil. Shuni tashladingiz quduqqa, chiqardingiz. Qanday bo'ladi? 8 ga hisoblaysiz. Buni bir satilini 5 satil deb hisoblaysiz. Ba'zi ulamolar aytadiki, buni bir hisoblaymiz deydi, bu zaif qavl. Ko'pchilik ulamolar aytadiki, katta satil hali kichkinaga hisoblanadi. Endi satilsiz hozirgi vaqtda xortumlar bilan, shilankalar bilan, boshqa yo'llardan tortib olinyapti-ku. Bunday bo'lsa, chiqqan suvni yo ko'z bilan chamalaysiz, yo quduq ichidagi suvni chamalaysiz, bu yerda shuncha suv bordir, shuncha litr suv bor deysiz, yoki suvni chiqarganingizda tashqarida satilga qo'yib, nima qilasiz? Hech qanday yo'l topa olmasangiz, undan hisoblaysiz. Va in kanat al-biru ma'inan la yunzahu. Agar quduq buloqlik bo'lsa, ma'in buloqlik bo'lsa, aynun degani buloq degani. La yunzahu, suvi tortib olinishligi mumkin bo'lmasa, siz tortib olganingizdan tagidan chiqaversa, buloq bor tagida, suv manbasi bor. Yer osti, yer tagidagi daryolarga to'g'ri kelgani. Bu bitmaydi. Vajaba nazhu ma fiha, va quduqning ichidagi suvning hammasini tortib olish vojib bo'ldi yuqoridagi masalaga o'xshab. Ya najosat tushdi, yoki katta hayvon tushib bo'ldi, itga o'xshagan, yoki kichkina hayvon tushib sasib ketibdi, chirib ketibdi. Nima qiladi? Akhraju miqdara ma fiha min al-ma. Quduqning ichidagi suvdan bo'lgan narsaning miqdorini chiqarib olishadi. Shu quduqning ichida mana shu holatda qancha suv bo'lsa, shuni chiqarib oladi. Va an Muhammad ibn al-Hasan rahimahulloh ta'ala annahu qala yunzahu minha 100 dalwin ila 300. Imom Muhammad bin Hasan rahimahullohdan naql qilinadiki, Abu Hanifaning shogirdi bu kishi, aytadilar, bunday quduqlardan 200 satildan 300 satilgacha suv chiqarib tashlanadi deydilar. Ba'zi ulamolar shu fatvoni to'g'ri deydi, ba'zilar noto'g'ri deydi. Aslida doim aytganimizdek, har bir fatvo o'zini yeriga to'g'ri. Imom Muhammadning so'zi to'g'ri, lekin bu fatvoni umumiy qilishlik noto'g'ri. Chunki Imom Muhammadni shu fatvoni so'ralgan shaharda bu kishi quduqlarni tekshirdilar. Turgan shaharlarida so'rashdi. Kim bu kishi o'zini turgan shahardagi o'sha Iroqdagi, hozirgi Iroqdagi shaharlarning quduqlarida o'sha vaqtda 200 satildan 300 satil o'rtasida suv bo'lar edi. O'zini mintaqasiga qarab fatvo berdilar. Lekin boshqa mintaqalarda unday emas. Ba'zi yerlarda quduqlarda suv oz bo'ladi. Ba'zi yerlarda quduqlarda suv ko'p bo'ladi. Shuning uchun Quduriy aytdiki, akhraju miqdara ma fiha min al-ma. Shuning ichida qancha suv bo'lsa, shuncha suv chiqarib tashlanadi dedilar. Hoshiyada Abdul Haliklarga aytayaptiki, yana bitta yo'li bor deyapti. Aynan shu quduqcha bo'lgan bir quduq kavlanadi buni yoniga. Keyin bundan ichida suv olinadi. Hani yangi quduq suvga to'lsa, birinchi quduq deb hukm beriladi. Çünkü bu to'ldi-ku, buning ichidagi suvcha, suv bunga kirgan hisoblanadi. Ammo bu biroz qiyinroq. Yana ba'zi olimlar aytadiki, suvchi, suvga mutaxassis bo'lgan odam qarasin deydi. Har bir inson o'zini kasbiga mohir bo'ladi. Masalan, ahli ilm odamshunos bo'ladi. Ne qarasa biladi. Uxlayapti, uxlamayapti. O'zi uxlamayapti desa ham. Masalan, ba'zi cho'ponlar bo'ladi, ular hayvonshunos bo'ladi. Bir yaylovda yurgan qo'ylarga shunday qarab turib aytib beradi. Bittalar sanamasdan bu yerda 2000 ta, 5000 ta, 10000 ta qo'y bor deydi. Mana kelgan yaqinda kelgan mehmonlar aytdi-yu, Makkada o'qigan Umrqurodan farg'u bo'lgan bir birodarimiz bor. Har yillari hojlarga xizmat qilib,
insonlarni shunday qarab turib, nechtaligini taxminiy aytadi. Necha million inson bor yoki necha yuz ming inson bor. Bu yil hajga qancha odam keldi. Ba'zi dehqonlar bor, dehqonlikda mutaxassis, dalaga qarab turib, masalan bug'doy pishganmi, unga qarab turib, bu yerdan shuncha tonna bug'doy chiqadi deydi. Ba'zilar bog'bonlikda mutaxassis, bog'ga qarab turib, bu bog'dan shuncha olma chiqadi deydi. Va to'g'ri chiqadi. Farq juda kam bo'ladi. Endi bunday hisobda o kichkina farqlarga e'tibori yo'q. Necha kunlar vaqt ketmayapti, shunday qarab turib aytib beryapti. Ba'zi suvchilar ham shunday bo'ladi. Hani ko'p qilganligi uchun mutaxassis bo'lib ketgan, ya quduqqa qarab, buning ichida 2 tonna suv bor deydi. 2 tonna suv chiqarib olinglar deydi, bas. Lekin bunday suvchi adolatli bo'lsin. Adolatli. Bir insonni guvohligi, so'zni qabul qilish uchun diniy masalalarda adolatli bo'lishlik kerak. Adolatli kishi kim? Qur'on hadisga amal qiladigan. Erkak bo'lsa, soqol qo'ygan bo'lsin, soqolni kesmaydigan. Namoz o'qiydigan, musiqa eshitmaydigan, sigaret chekmaydigan, tushundingizmi? Yomon filmlar ko'rmaydigan bo'lsin. Agar bularga amal qilmasa, adolatli hisoblanmaydi. Soqoli bo'lmagan suvchilarni so'zini olmaysiz. Yana ba'zi olimlar aytadiki, bunday bir cho'pga o'xshagan, simga o'xshagan narsani kirgizing deydi. U tagiga borib tegadi, to'xtaydi. Keyin suv qayerga ketgan, shuni chizib qo'yasiz. 10 satr suv olib tashlaysiz. Va ko'rasiz, qancha kamayibdi ekan. Masalan, 10 satrda 20 sm kamayibdi deylik. Shuni keyin matematik, riyoziy hisob qilasiz keyin. Haligi suvga botirilgan narsa necha metr? Mana 10 satrga 20 sm kamayibdi ekan. Demak, falon metrda faloncha satr bo'ladi deb hisoblab, shuni olib tashlaysiz. Eng osoni shu. Va iza wujida fil bi'ri sa'ratun aw ghayruha. Agar quduqda bir sichqon va undan boshqa narsa topilsa, katta kichikni farq qilmaydi. Wala yadruna mata waqa'at, va uni qachon tushganligini bilmaydilar. Walam tantafikh, walam tanfasikh. Sasmabdi ham, chirimabdi ham. Hali yuqoridagi masalalar qachon tushganligini biladi inson. Bu yerda endi bilmaydi. Shunday holatlar ham bo'ladi. Bu quduqlarning masalasiga zahiralar ham kiradi. Depo deydi-ku, suv zahiralari. Ba'zan suv zahiralariga shunday sichqon yoki kalta ketsak, yo qushlar tushib o'lib qoladi. Siz bilmaysiz, u suvni ishlatib yurgansiz. Ayni quduqlarning masalasiga qiyos qilinadi. Ta'adu salata yamin va laylatin. Iza kanu tawaddu minha va ghasalu kull shay'in asabahu mawha. Agar shu quduqni suvidan tahorat qilishgan bo'lsa, mana shu insonlar bir kun va kechaning namozlarini qaytarib o'qishadi. Bu hayvon chirimaganligidan ma'lum bo'lyaptiki, yangi tushgan. Va yangi tushgan narsani eng sog'lom miqdori 1 kundir. Buni biz 1 soat, 2 soat ham deymiz, qiyin juda. Shuning uchun 1 kun deymiz. 1 kunlik namoz o'sha 5 vaqt namozni qaytarib o'qishadi. Chunki ular tahoratsiz o'qishgan. Suv najos-ku. Najas suv bilan tahorat qilgan, bilmasdan namozlari qabul bo'lmagan. Va shu suv bilan nimani yuvgan bo'lsa, uni ham qaytarib yuvishadi. Nimani yuvgan bo'lsa, hamma narsani emas. Ichgan bo'lsa unga tavba qiladi. Ichini yuva olmaydi-ku. Va in tasaqat aw tafassaqat, a'adu salata 3 ayyamin va layaliha. Fi qawli Abi Hanifa rahimahullohu ta'ala. Agar bu hayvon katta bo'lsin, kichkina bo'lsin, saqib ketgan bo'lsa yoki chirib ketgan bo'lsa, 3 kun va kechalarning namozini qaytarishadi. Bu yerda bir savol keladi. Bir hayvon ko'proq tursa sasiydi. Yana ham ko'proq tursa chiriydi. Nimaga Imom Quduriy ikkalasini zikr qilyapti? Ikkalasiga ikkita hukm aytmayapti. Sasigan bo'lsa ham, chirigan bo'lsa ham 3 kun deyapti. Bu bilan ishora qilyaptilarki, 4 kun, 5 kun demaysiz deyapti. Tushundingmi? Chirib ketgan bo'lsa, titirib ketgan bo'lsa ham 3 kunlik xolos. Bas. 3 kunlik namozni qaytarib o'qidingizmi, qolganini Alloh taolo o'zi kechiradi. Shariat tarafidan qo'yilgan o'lchov mana shu. Bo'lmasa vaqtiga qolasiz, qachon tushgan ekan, balki 4 kun bo'lgandir, balki 5 kun bo'lgandir. Bu Abu Hanifaning so'zi. Va qala Abu Yusuf va Muhammad rahimahumullohu taala, laysa alayhi ma'adatu shay'in hatta yatahaqqaqu ma tawaqa'at. Lekin shogirdlari Abu Yusuf va Imom Muhammad aytdiki, bu insonlarga biror narsani qaytarishlik vojib bo'lmaydi, toki shu sichqonning qachon tushganligini aniq bilgunlariga qadar.
oldin aniq o'rganishadi. Albatta uni bilgandan keyin chiqarib tashlashadi, poklashadi-da. Qaytarish masalasiga kelganda zotan ular endi buzilgan ibodat-ku, qachon qaytarishdan bo'laveradi. Qachon tushganligini aniq biladi, aniq o'lchashadi, keyin qaytarib o'qiydi deydi. Lekin bu yerda Abu Hanifaning so'zi to'g'riki, u bilmaydi. Bilmaganligi uchun alohida masala zikr qilinyapti. Agar bilsa yoki bilishga imkoni bo'lsa, zotan biladigan narsa, uni bahs qilib o'tirmaymiz. Masalani boshida aytilindi ular. Bu yerda yana bir masala borki, mavzudan tashqari masala, lekin kitobda bo'lgan masala. Abu Hanifaning eng katta shogirdi Abu Islam Imom Muhammad Abu Hanifaga xilof qilyapti. Abu Hanifa aytayapti, bo'laveradi deyapti, bular bo'lmaydi deyapti. Qarang, zid fatvo beryapti. Bizda odamlarning o'rtasida odamlar bilgan masalasiga siz xilof gapirib qo'ysangiz nima deyshadi? Daro vahobiy deyshadi. Ularni bilgan narsasiga. Qarang, Hanafiy mazhabiga demayapman. Odamlarni bilgan narsasiga xilof gapirsangiz vahobiy deyshadi. Bo'lmasa siz Hanafiy mazhabiga xilof qilganingiz yo'q, ahli sunnaga xilof qilganingiz yo'q. Lekin bu jaholatdan boshqa narsa emas. Vallohi bu jaholat. Mana qarang, Qudriyda kelyapti. Hanafiylarning butun kitobida keladiki, Abu Hanifaga shogirdlari nihoyatda ko'p masalada ixtilof qilgan. Hattoki ulamolar aytadi, Hanafiy mazhabidagi butun masalalarning 3dan birida, ya'ni yarmiga yaqin masalada Abu Yusuf Abu Hanifaga qarshi chiqqan. Qarang, 3dan 1. Nima degani bu? 1 millionta masala bo'lsa, 350 ming masalada xilof qildi degani. 1 milliondan ko'p masala bor. Shuni 350 mingtasida Abu Yusuf Abu Hanifaga qarshi chiqqan ekan. Vahobiy bo'lsa, vahobiy bo'lsin. Lekin hech kim uni vahobiy demaydi-ku. 350 ming. Hozir bizda vahobiy deyilib turgan olimlar nechta masalaga xilof qildi? Oshib ketsa 10 ta masalaga xilof qilgan. Oshib ketsa 10 ta. Odamlarning gumoniga ko'ra. Aslida u xilof emas u. Ixtilof emas aslida. Tortishadigan masala ham emas. Hozir bizning zamondagilar tortishib yurgan masalalar. Hozirgi Hanafiylarning johilligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni Hanafiyman deb turganlar. Haqiqiy Hanafiylar bor, masalan Pokistondagi ulamolarga o'xshab. Pokistondagilar deyapman, Pokistonlardagilar taniganligi uchun ularda mutaassiblik yo'q. Turli mazhabni, ahli sunnani hammasini hurmat qilishadi. Kim Qur'on hadisdan gapirsa, kim bo'lsa bo'lsin, otini nimadir da'vo qilsa hurmat qilishadi uni. Agar Qur'on hadisdan gapirsa. Boshqa diyorlarda Hanafiylarni bilmayman. Suriyada ba'zi Hanafiylarni olimlarni ko'rdim. Eng katta olimni deyishdi o'sha yerdagilar, lekin mutaassib ekan. Pokistonning Hanafiylarga o'xshamas ekan ular. Ta'assub bor ekan. Suriyaning Hanafiylarida. Hatto biz tortishib qoldik ba'zi masalalarda. Lekin Hanafiy mazhab aslida fikr erkinligi beryapti. Abu Hanifaga shogirdlari qarshi chiqyapti. Mana bizning kitoblarimizda kelyapti. Qudri shuni olib tashlamayapti yomon ko'rib. Abu Yusuf olib tashlaylar, otini hech kitobimda zikr qilmayman demayapti. Yoki buni chiqarib olaylik mazhabimizdan demayapti. Rasulul adamiyyi va ma yukalu lahmuhu tahirun. Yana bir masala o'tdik. Tahoratni yana bir turiga o'tdik. Qarang, tahoratning turlari diqqat qilyapsizlarmi? Quduq tahorati. Yuqorida mana terilarning tahorati. Undan keyin mana suvni masalasi. Hasharotlar tushsa suvni tahorati. Suvda ham tahorati bor, qarang. Tahorat turlari. Endi yana bir tahoratga keldik. Odamning qoldig'i. Ba'zilar sarqit deydi. Sarqit bilmayman, o'zbekcha kalimami ekan forschami, lekin qoldiq o'zbekcha. Odamning qoldig'i va go'shti yeyiladigan narsaning qoldig'i tohirun pokdir deyapti. Bir piyolada suv ichdi. Biroz qoldi. Mana shu suv pokdir. Uni ichsidan bo'laveradi, u suvga tahorat qilsidan bo'laveradi. Yoki biroz sho'rva ichdi, qoldi. Pok, ichsidan bo'laveradi. Go'sht bo'lsin, non bo'lsin, bular hammasi ayni hukm. Bu masala iste'mol qiluvchining og'zidagi so'lagiga bino qilingan. Og'izdagi so'lak, og'iz suvi bor-ku, so'lak deysizlarmi? Shu so'lak insonni go'shtini ichidan chiqadi. Go'shtni ichidan chiqadigan narsa. Shuning uchun u o'sha
narsani o'sha mavjudning go'shtini hukmini oladi. Agar uni go'shti najas bo'lsa, so'lagi ham najas. Go'shti pok bo'lsa, so'lagi ham pok. Insonning go'shti pok bo'lganligi uchun uni so'lagi ham pok. Chunki bu suv go'shti ichidan chiqyapti-ku. Qarang. Buni biz shu so'lak og'izli suvini go'shti ichidan chiqqanligini hozirgi yangi chiqqan tibbiyot kitoblaridan yoki odam shunaqa kitoblardan naql qilmayapman. Shu eski kitoblarda Abu Hanifalar aytgan shuni. Sahobalar aytgan, payg'ambarimiz alayhisalom aytgan, Qur'on hadis aytgan buni. Hozirgi mana tibbiyotdan aytayaptiki, insonning og'zida, bo'yinlarida bezlar bor. O'sha bezlar shu suvni chiqaradi. O'sha bezlar hammasi go'shtdan iborat. Qarang, go'sht orasidan chiqyapti bu suv. Shuning uchun go'shtning hukmini beryapti fuqarolar, faqihlar. Nazarda o'tkirligini qarang. Go'shti yeyiladigan hayvonlarning qoldig'i ham pokdir deyapti. Qo'ydi go'shti pok bo'lganligi uchun uni so'lagi ham pok. Demak, bir satilda suv borda qo'y ichdi yoki tuya ichdi, mol ichdi, echki ichdi. Zarari yo'q. Shu suvdan tahorat qilsadan bo'ladi, ichsadan bo'ladi. Ha, masalan, tabiatingiz tortmasa, suv ko'p bo'lsa boshqa masala. Lekin shariatga ko'ra bu najas emas, makruh emas, harom emas. Hech qanday zarari yo'q uni. Shu yerda masalan muxtasarul viqoyada ana sharhda ko'rasizlar, va ma yukalu lahmuhu wal farasi deb keladi. Go'sht yeyiladigan narsa va otniki tohirun deydi. Otni alohida keltirishadi. Chunki Hanafiy nazarida otning go'shtida ixtilof bo'lganligi uchun ba'zi Hanafiy ulamolari otning go'shti joiz emas deydi, ba'zilari joiz deydi. Masalan, mana Turkiyadagi Hanafiylar Usmoniy xilofati boshidan oxirigacha otning go'shtini man qilgan. Shuning uchun turklar agar siz bunga otning go'shtini yeymansiz hayron qolishadi Hanafiylar. Astagfirulloh, tavba deydi. Sizlar musulmon emasmisizlar deydi. Hayron qolishadi. Qarang, hatto Usmoniylar xilofati zamonida otni so'yishlik jinoyat hisoblangan. Kim ot so'yadigan bo'lsa, uni qamashadi. Qarang, shunchalik yomon ko'rishadi. Va Pokiston, Hindistondagi Hanafiylarning hammasi harom deydi. Pokistonda bizning katta shayxlarimizdan bittasi darsda aytayapti. Qirg'izistondan talabalar keldi deydi. Biz so'radik, eshitishimizga qaraganda Qirg'izistondagi musulmonlar ot yer ekan, rostmi? Desak, ha deyishdi deydi. Hayron qoldik deydi. Qarang, hayron bo'lishadi. Tojikistondagi musulmonlar ham yesa kerak. Qarang, Afg'onistondagilar ham yeydi, aytyapti mana. O'zbekistonda ixtilof bor. O'zbekistonda Hanafiylar ba'zilari yeydi, ba'zilari yemaydi. Ixtilof bor. Abu Hanifadan 3 ta fatvo bor. Biri harom, ya'ni makruhun tahriman degan fatvosi bor. Biri tanzihiy makruh, uchinchisi bo'laveradi, joiz degan 3 ta fatvosi bor Abu Hanifaning. Shogirdlar Abu Yusuf Imom Muhammad aytadiki, la ba'sa deydi, zarari yo'q, yo'q deydi. Lekin Abu Hanifa yemanglar degan taqdirda uni go'shtini haromligidan aytmaydi. Qarang, so'lagi pok deyapti-ku, go'shti pok-ku, lekin otni jihodga ishlataylik. Abu Hanifa mujohid edi-da, jihodni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun sizlar otni yeb tashlasalaringiz, biz mujohidlar otsiz qoladi. Jihodda eng kerakli narsa bu. Hozirgi vaqtda ham, hozirgi janglarda ham ot eng muhim narsa hisoblanadi. Amerikaga boring, Rusga boring, mana hozirgi vaqtda jang harbiy sohada eng kuchli davlat hisoblanadi. Shularni xos yerlari bor, ot tarbiya qiladigan. Hozirgi vaqtda ham ot jangda eng muhim narsa hisoblanadi. Chunki ot yurgan yerlarga tanklar yuradi. Toqqa ham chiqib ketadi, o'rmonga ham kirib ketadi, suvga ham kirib ketadi. Ham yoqqa ketaveradi, ham tez yuradi, ham vafodor bo'ladi. Boshqa narsalar unday emas. O'rmonga kirgansa toqqa chiqolmaydi, toqqa chiqqansa o'rmonga kira olmaydi ular. Suvga borgansa qurulda yura olmaydi, qurulda yurgansa suvga kira olmaydi. Allohning yaratgan jihodiy narsasi ot bo'lsa, val adiyati tabaha, bu hammaga ketaveradi. Nihoyatda aqlli bir hayvon. Shuning uchun Abu Hanifani man qilgandagi o'sha e'tibordan. Go'shini e'tibordan emas, go'shi harom deb emas. Jihodga zarar bo'lib qolmasin, jihod to'xtab qolmasin deb. Demak, haqiqiy Hanafiy jihodda fikr qilishlik kerak ekan.
nima qilsak jihod to'xtamaydi deb fikr qilish kerak ekan haqiqiy hanafiy. Vasurul kalbi val khinziri va siba'il bahaymi najasun. Itning, to'ng'izning va yirtqich hayvonlarning qoldig'i najasdir. It biror narsaga tegsa, to'ng'iz tegsa, yirtqich hayvonlar, bo'ri, tulki, ayiq, shunaqangi narsalar, tekkan narsalar najas bo'ladi. Undan qolgan suv ichilmaydi, tahorat ham qilinmaydi. Yoki biror narsani yegan bo'lsa, bu ham najas bo'lgan bo'ladi. Kesib tashlashning imkoni bo'lsa, o'sha yerni kesib tashlaysiz, qolganini ishlatsa bo'ladi. Agar hammasiga saroyat qiladigan, hammasiga talqiydigan bo'lsa, durust emas, joiz emas. Mana bu masalada Hanafiylar bilan Shofiylar o'rtasida ittifoq bor. Butun yirtqich hayvonlarni qoldig'i najasdir. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Mana hozir kofirlardan o'rganib, odamlar uyalmasdan ham Hanafiylar deydi, ham it bilan birga yashayapti. It sotib olyapti, it bilan birga yashayapti. Birga yeb, birga ichib yurishibdi. Durust emas bu, joiz emas, dinga to'g'ri kelmaydi. Bu qiloladi qilganlar kofir bo'ladi, eng kamida fosiq bo'ladi. Va surul hirrati val dajajatil mukhallati va siba'i tuyuri va ma yaskunu fil buyuti mislul hayyati val fa'rati makruhun. Mushukning, ya'ni pishakning qoldig'i va qo'yib yuborilgan, xoli qilingan tovuqning qoldig'i va yirtqich qushlarning qoldig'i, uylarda yashaydigan ilonga va sichqonga o'xshagan narsalarning qoldig'i makruhdir. Mushukniki aslida harom deyishlik kerak. Chunki go'shti harom-ku, najas-ku. Lekin buni makruh deyilyapti, chunki payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, mushuk sizlarga ko'p aralashib uyda yuradigan narsadir. Payg'ambarimiz alayhisalom mushukni yaxshi ko'rardilar. Itni yaxshi ko'rmas edi. Itni uzoqlashtirishlikka buyurganlar, ammo uylarida mushuk bor edi va mushukni yaxshi ko'rardilar. Mana Abu Hurayra deymiz-ku. Abu Hurayra degani mushukning otasi degani. Hurayra, kichkina mushukning otasi degani. Ikki xil qavl bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlarining ismi Abdurrahmon. Bir kichkina mushukchalari bor edi. Doim shuni ko'tarib yurardilar. Yenglariga solib ko'tarib yurardi. Shuning uchun o'tkini Abu Hurayra deb qo'yishgan. Mushukchaning otasi. Yana bir qissa aytiladiki, u zaifroq qissa. Uyiga borsa, sahobalar uyiga borsa, qarasa har tarafda mushuklar yuribdi. Hali mushuklarni ko'rib, "Oho, mushuklarning otasi ekansiz-ku." deb shundan mana shunday laqab olib ketdilar. Payg'ambarimizning qo'ygan laqablarni sahobalar yaxshi ko'rar edi. Ya'ni Abu Hurayra. Bu haqorat uchun bo'lgan narsa emas bu. Lekin kampirlarning mazhabi xilof. To'ralar mazhabiga ham xilof. Lekin ular vahobiy bo'lmaydilar. Hurmat qilamiz-da ularni. To'ralar mazhabiga xilof qilsa ham. Ular aytadiki, mushuk boqmagan, it boqqan deydi. It boqsang, it duo qilar ekanki, o'g'limizga egam o'g'il ko'rsin, keyin o'g'liga sho'rva qilsin, o'g'li go'sht yesin, suyagini menga bersin. Itni qani uzoqda o'ylaganlar qani. Hozirgi itlar unday duo qilmaydi. Aql yo'q ketgan hozirgi itlar. Mushuk boqmagin deydi. Mushuk aytar ekanki, egami xotini o'lib qolsin, uni quchog'ida men yotay. Deyotganmiz. Qani? Mushuk boqmagin deyshadi. Islom buni teskasini gapiradi. Mushuk boqqin. Mushukka targ'ib beriladi. Itni mana qoldig'i najas deyilyapti, mushukniki makruh deyilyapti. Izn berilyapti. Ko'p aralashib yurgan ekan. Agar mushukni qoldig'ini najas desa, bizga haraj bo'ladi. Har tekkan narsasini yuvishlik kerak bo'ladi. Abu Yusuf aytadilarki, mushukni qoldig'i makruh emas deydi. Lekin bir najas yegan bo'lsa, yoki sichqon yedi, sichqonni ushadi, yedi. Shu zahoti kelib biror narsaga tegsa, unda najas bo'ladi. Uni makruh deb o'tirmaymiz. Chunki og'zi najasda, u najasdir. Abu Hanifalar aytadiki, biz ko'rganimiz yo'q-ku. Shuning uchun ehtiyotan makruh deyapmiz deydi. Lekin Abu Hanifa ham aytadiki, aslida agar mushukning og'zi pok bo'lsa,
go'shtini najosligini e'tiborga olmaymiz. Payg'ambarimiz e'tiborga oladilar. Aslida pokdir deydi. Bunga aslida Abu Yusufning so'zi to'g'ri. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom bir kuni tahorat qilyaptilar, bir mushuk keldi, chanqagan ekan. Tahorat qilyaptigan idishlarni shunday qiyshaytirdilar. Mushuk suv ichdi, ketdi. Payg'ambarimiz tahoratni davom ettirdilar. Hadis kitoblarda o'qidik-ku. Va Oysha onamiz bir kuni namoz o'qiyaptilar. Qo'shni taom olib chiqdi. Oysha onamiz namozni ishora qildilar, qo'ygin deb. Taomni yerga qo'ydi, qarab turibdi. Bir mushuk keldi, taomdan yedi. Haydadi uni. Oysha onamiz namoz o'qib bo'lgandan keyin taomni oldilar, yedilar. Haligi qo'shnining qizi hayron bo'lib qoldi. Shundan keyin hadis aytdilar. Mana shu dalillardan ma'lum bo'lyaptiki, mushukning tekkan narsasi makruh emas ekan. Tushundingmi? Ammo og'izda najas bo'lsa, u boshqa masala. Unda najas deyiladi. Endi bu yerda bir savol keladiki sizga. Tamam, mushuk sichqon yegan bo'lsa, og'zi najasligicha qolmaydimi desiz? Abu Hanifa aytadiki, mushuk yoki qanday narsa bo'lsa bo'ladi. Bunga inson ham kiradi. Har bir insonning og'ziga suv to'planadi, so'lak to'planadi. Og'ziga to'plangan suvni 3 marta yutishligi bilan og'zi pok bo'ladi. Tushundingmi? Masalan, mushuk sichqon yedi yoki boshqa najas yedimi, so'lagini 3 marta yutgandan keyin og'zi pok hisoblanadi. Yuvilgan, 3 marta yuvilgan hisoblanadi. Insonning masalasi ham shunday. Yuqoridagi odamni qoldig'i dedik, u pok bo'lgan insonniki. Masalan, bir inson najas yegan bo'lsa, to'ng'izni go'shtini yegan bo'lsa yoki aroq ichgan bo'lsa, uni og'zi harom bo'lgan bo'ladi-ku, najas bo'lgan bo'ladi-ku. Unday holatda biron narsaga tegsa, najas qiladi. Lekin o'sha aroq ichgan odam 3 marta so'lagini yutsa, og'zi pok hisoblanadi. 3 marta yutganligini qayerdan bilamiz? So'raymiz, necha marta yutdingmi deb. Yo'q, u qiyos qilinadi. Masalan, odam Alloh taolo shunday yaratganki, og'ziga to'plangan suvni yutishlik uchun tafakkur kerak emas. Uni o'zingiz tabiiy ilm bilan yutaverasiz masalan. Va tez bo'ladigan narsa. Bu soatlar suradigan narsa emas. Bir necha daqiqada bo'ladigan narsa. Shuning uchun o'sha mushukka qiyos qilasiz, 10 daqiqa yoki 5 daqiqa deysiz. Shuning ichida 3 marta yutgan albatta. Va har bir inson yoki hayvonniki shunday. Og'zi pok bo'ladi. Hali odamning masalasida ba'zi narsalar qolib ketibdi. Surul adamiy deb odamning qoldig'i deb bu kishi mutlaq aytayaptilar. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, mu'min kofirligini farqi yo'q ekan. Kofir agar najas yemagan bo'lsa, ichmagan bo'lsa, undan qolgan narsani yesa ichsa bo'laveradi. Bu yerda savol keladiki, nima uchun Buxoro olimlari ruslar bostirib kelgan vaqtda ruslarni iste'mol qilgan piyolalarni iste'mol qilmaylar, qoshiqlarni iste'mol qilmaylar, idishlarni iste'mol qilmaylar dedilar. Harom dedilar. Buxoro ulamolarining bu fatvosi bu masaladan kelib chiqqan masala emas, e'tiqodiy masala. Odamlar masalan rus balosi bekardan bekarga kelgani yo'q. Buxoro ahli ruslarning hayotini orzu qiladigan bo'lib qoldi. Hozirgi musulmonlar Yevropaning hayotini orzu qilishyapti-ku, Yevropadagilarga o'xshagisi kelyapti. Sochlari, liboslarida, yashashlarida shularga o'xshab yashagisi kelyapti. Shuning uchun Yevropadagilarda Alloh taolo ularga hokim qilib qo'yapti. Buxoro ahli ham o'sha zamonda ruslarga o'xshab yashashni orzu qilar edi, havas qilishar edi. Hatto Buxoroning podsholari farzandlarini shu Moskvaga, bu Peterburg deylardi. Hozir ham Peterburgmi? Peterburg shu taraflarga jo'natib o'qitishni maqtanishardi. Biz gimnaziyada o'qitdik, falon yerda o'qitdik deb maqtanishardi. Va ularning liboslarini kiyishlik bularga bir faxr hisoblanadi. Buxoro ulamolari ko'rdiki, insonlarning aqidasi buzilyapti. Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Kim bir qavmga o'zini o'xshatsa, ulardan degan hadisga ko'ra, bu ruslarni nasrani iste'mol qilmaylar. Chunki sizlar iste'mol qilganda ularga o'xshash niyatda qilyapsizlar, shuning uchun harom dedi. E'tiqodiy masala bu. Shundaymi? Tahorat masalasi emas bu. Shuning uchun mana bir rus da'vat qilyapsiz, kofir islomga kirgani yo'q. Bir idishdan sho'rva ichyapsiz yoki choy ichyapsiz, suv ichyapsiz, zarari yo'q. Yoki bir ingliz. Odamiy dedi mutlaq bo'limi, demak, erkak kishi tahorati bo'lsa farq qilmas ekan. Demak, junubni qoldig'i ham pok ekan.
Bu bilan kampirlarning mazhabi yana botil bo'ldi. Kampirlarning mazhabi to'ralar mazhabiga xilof. Ular aytadiki, junubni yegan narsasi harom deydi. O'ziga ham harom, junub bir tavoqni osh turgan bo'lsa shundan yesa, oshni hammasi harom bo'lib qoladi. Shunda bir danaga osh qop-qora bo'lib qoladi. Kim yesa zaharli bo'lib qoladi. Qarang. Ammo Hanafiy ulamolar aytayapti, to'rla mazhab aytadiki, surul adamiy odamning qoldig'i pokdir deyapti. Junub odam emasmi bu? Chiqdimi odamlikdan? Bir inson junub bo'lmasa inson qanday yaratiladi? To'g'rimi? Qarang, kampirlar to'rla mazhabga ham xilof qiladi. Lekin yoshini hurmat qilib, ularni vahobiy demaydi ular. Yana Hanafiylikka qabul qilamiz. Hatto ba'zi bir kampirlar yana ham mutaassib. Aytadiki, yeganini qo'y, qarasa ham harom bo'ladi. Junub shunday dastonga qaradimi, dastonlardagi taomlar, choylar hammasi harom bo'lib qoladi. Buni hammasini tashlab olasiz, boshqa chorasi yo'q. Ba'zi kampirlar undan ham ko'ra mutashaddid, aytadi, junub deydi, hatto bolasiga qarasa, xotiniga qarasa, ularni ham harom qilib qo'yadi deydi. Qarang. Men aytamanki, agar bu so'z to'g'ri bo'lsa, junubni darrov ko'zini yumib olishlik. Chunki hamma narsaga qarab, hamma narsani harom qilib tashladi. Yoki bo'lsam bir odam junub bo'ldimi, darrov uni ko'zini bog'lab, qo'lini qayirib, olib chiqib, hammomga tashlash kerak. Bu kampirlarning mazhabi juda og'ir mazhab. Bu yerda odamiy dedimi, demakki hayz ko'rgan, nifos ko'rgan xotinlarning qoldig'i ham pok ekan. Hayz ko'rgan xotin yoki nifos ko'rgan xotin, masalan, bir suv ichdimi sizga bersa, bizdek bo'laveradi. Oyshalarning rivoyatlarida o'qidik hadislarda. Payg'ambarimiz alayhisalom Oyshalarimiz hayz ko'rgan holatda birga taomlashib, birga suv ichib o'tirardilar bir idishdan. Hech qanday zarari yo'q. Harom qilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bular hammasi durust emas, joiz emas bular. Endi tovuqni go'shti halol-ku. Nimaga biz uni qoldig'ini makruh deyapmiz? Tovuqni ikki qismga bo'lamiz. Bir ozod yurgan demokratlarga o'xshab, ozod yurgan tovuq. Demokratiya ozodlik deydi-ku. Shu ozod yurgan tovuq. Uni qoldig'ini makruh deymiz. Demokratik harakatlar qilganligi uchun. Yana bir tovuq bor, u qafasda turgan tovuq. Qafasda turganda ham yana bir sharti borki, tumshug'i yerga bormaydigan bo'lsin. Tumshug'i. Qafasda tursa, tumshug'i yerga borsa, u ham demokratik tovuqlardan farqi yo'q. Tashqarida yurgan tovuq ro'baragan narsani yuradi. Eng tannovoqli hayvon tovuq bo'ladi. Eng tannovoqli. Eng farosatsiz hayvon tovuqdir. Hamma narsani yuradi. Demokratiya. Xohlaganini qilaman dedi. E'tiroz qilmaysiz. Shuning uchun uni tumshug'i najas bo'ladi. Agar biz shu najasni aniq bilsak, u tovuq tekkan narsa najas. Lekin aniq bilmaganligimiz uchun u tumshug'ida najosat qoldiqlari bor deymizda, shuning uchun makruh deymiz. Lekin qafasda turib, tumshug'i yerga yetmagan tovuq unikini makruh emas. Chunki uni tumshug'i ham pok, uni go'shti ham pok. Qafasda deganimiz sababi shuki, ba'zi tovuqlar bor, masalan, yeydi, orqasidan ba'zan butun chiqsa donlar. Uni ham yo'radi, isrof bo'lmasin deb. Shu bilan yana tumshug'i yana najas bo'lyapti. Shuncha aytyapmizki, tumshug'i yerga bormaydigan bo'lsin. Bizda muhollat deb shuni qasd qilyapti. Tashqarida yurganda najosatlarni yeganligi uchun. O'liklarni ham yo'radi, hamma narsani yo'radi tovuq. Bilasizlar-ku tovuq. Bu makruh. Va siba'at tuyur, yirtqich hayvonlar. Yirtqich hayvonlarni qoldig'i aslida makruh bo'lmaslik kerak. Chunki yirtqich qushlar. Qushlarda hayvonlardan farqi bor. To'g'ri, burgutga o'xshagan yirtqich qushlarning go'shti harom. Lekin bularning masalasi so'lak masalasi emas. Chunki masalan bir it, qarang fuqarolarda diqqatini qarang. Zoologiyadagi hayvoniyat ilmidagi fikrini, ilmini chuqurligini qarang. Ular aytadiki, it, yo'lbars, ayiq, bunga o'xshagan yirtqich hayvonlar suv ichganda shu tumshug'ini idishga tiqib suv ichadi.
Masalan, it tili bilan suv ichyaptimi? Mana tili kirdi unga. Hali og'ziga kirib suvlar qaytib tushyapti. Tushundingizmi? Suv qaytib tushmasa ham o'z tilini chiqyapti-ku. Shunday qilib so'lagi suvga aralashyapti. Ammo qushlar suv ichgan vaqtida tumshug'i bilan oladi. Xuddi qoshiqda olgandek. Tushundingizmi? Yirtqich qushlar ham shunday. Shunday oladi. Yoki ba'zan ichganda ham ular shunday tortadi xolos. Tushundingizmi? Tumshug'i bilan tortib oladi. Tumshug'i o'zi suyak bo'lganligi uchun u najas emas. Pok yuqorida aytganimdek. Pok bo'lishga, lekin yirtqich qushlar najas yeganligi uchun tumshug'ida najas bor deb iste'mol qilinadi. Shuning uchun makruh deyilyapti. Najas demayapmiz. Go'shiga qarasak, najas deyishimiz kerak, lekin bu so'lak masalasi emas bu. Ana bu gap oson emas, butun hayvonlar, butun qushlar uchun bir hukmni berishlik, bu katta kuzatish, chuqur bir ilmni talab qiladi. Va ma yaskunu fil buyuti, uyda yashaydigan narsalarning qoldig'i ham makruhdir. Ilonga o'xshagan va sichqonga o'xshagan kalamush, tipratikon, ba'zida kirpi deydi. Kirpi tikon deydi ba'zida tipratikon deydi. Bular hammasi uyda yashaydigan narsalar. Bular teksa makruh bo'ladi. Aslida bular ekan harom bo'lish kerak. Go'shi najas-ku. Go'shi durust emas. Lekin uyda ko'p yurganligi uchun shariat odamlarga qiyin bo'lmasin deb makruh degan. Iloji boricha bular tekkan narsa yeyilmaydi. Faqir bo'lsa yesa bo'laveradi. Xususan sichqondan ehtiyot bo'linglar. O'tgan hududiy darslarda talabalarga aytganim bilishadi. Sichqonlarning bir xatarli gapi bor. Sichqonlar odamlarni ustidan kulib masxara qilar ekan. Odamlarni qarab debdi. Og'zimiz tekkan yerda kesib tashlashadi. Masalan, qarasiz bir nonni sichqon yegan bo'lsa, yaramas. Shuni ham tegib turib kesib tashlaymiz uni. Sichqon shunga e'tiroz qilib, kulyapti masxara qilib. Odamlarni qarab. Og'zim tekkan yerda kesib tashlaydi, orqam tekkan yerda yeyishaveradi. Masalan, siz og'zi tekkan yerda kesib tashlayapsiz, ayni nonni ustida u chiqib raqs qilgan, o'ynagan, yotgan, er-xotin dumalashgan ular. Ba'zan nonni o'sha kesib tashlaysizda bu sichqonning hidi kelyapti-ya, deb yeyverasiz. Bu bovuq tashlagan u. Hali yumalar, bombalar qo'yib tashlagan bo'lsa, ularni suvda pishirib olasiz, yeyveradi. Sichqonlar chekada sizni ko'rib kulishadi masxara qilib. Shunday holatga tushmaslik uchun narsalarni himoya qilishlik kerak. Sichqonlarga masxara bo'lmaylik. Vasurul himari val bag'li mashkukun. Eshakning va hachirning qoldig'i esa mashkukdir. Shak qilinuvchidir. Shak qilamiz unga deb. Nimaga siz eshak bilan hachirning go'shi harom. Go'shi durust emas. Go'shini e'tiboriga olsak, go'shti ichidan so'lay chiqqanligi uchun najas bo'ladi. Ular tekkan narsa najas bo'lishi kerak. Lekin Payg'ambarimiz alayhisolamning eshagi bor edi, eshak minar edi. Saudiya, Arabiston issiq. Albatta eshak terlaydi. Haligi ter payg'ambarimizning libosiga tegar edi. Lekin libosini yuvmas edi. Ter ham go'sht ichidan chiqadi. Shuning uchun bu yerda qudri aytmayapti-yu, lekin boshqa fiqh kitoblarda aytadiki, terining aroq deyiladi arabchasiga. Ya'ni inson hayvonda jasaddan chiqqan suv terini hukmi so'lakning hukmidadir. So'lakka qanday hukm berilsa, teriga ham shunday hukm beriladi. Ikkalasi hukmi aynan bir. Chunki terlaganidagi suv ham go'sht ichidan chiqadi. Payg'ambarimiz alayhisalom liboslarni yuvmasdan almashtirmas edi. Yani bundan ma'lum bo'ladiki, pok bo'lish kerak. Yana ustiga eshak hachirlar ham insonga ko'p aralashgan, ko'p iste'mol qilinadigan narsa. Ko'p tegan narsalarga. Bu tarafga qarasangiz, mushukka qiyos qilib turib, harom bo'lmaydi deyishligimiz kerak. Ikki xil dalil bo'ldi. Yani terga qarasangiz mutlaqo joiz, karohiyati ham yo'q. Shuning uchun mashkuk deyapti, shak qilamiz deyapti. Fa in lam yajid al-insanu ghayrahuma, agar inson shu hachir va eshakdan boshqasining, shularning suvidan boshqasini topolmasa, tawaddo bihima, shu suvga tahorat qilsin va tayammama, va keyin tayammum qilsin. Va bi ayyihima bada jaza, qaysinisini birinchi boshlasa bo'laveradi deyapti. Bu shubha qilindi-ku bu suvga, eshak tekkan suvga shubha qilindi.
Shuning uchun suvga tahorat ham qilasiz, ovqatdan tayammum qilasiz. Nimaga? Tahorat qilganingiz sababi balki bu suv pokdir. Boshqa suv yo'q, tayammum qilsiz, suv bo'lgan holatda tayammum qilgan bo'lasiz, joiz emas. Agar tahorat qilib tayammum qilsangiz balki suv najosdir. Buni najas suvga tahorat qilgan bo'lasiz, namoz qabul bo'lmaydi. Shunday shubhaga tushmaslik uchun ham tayammum qilgin, ham tahorat qilgin deydi. Endi qaysinisini boshlaylik desa, qaysinisidan boshlasang boshla bo'ladi. Nechta masala chiqdi? Eshak va hasharlarning qoldig'ini mashkukligi, shak qilinganligi. Ikkinchisi, boshqa suv topolmasa ham tahorat, ham tayammum qilishligi. Uchinchisi, qaysinisidan boshlashligi. Lekin bu uchala masala ham botil. Uchala masala ham xato. Durust emas. Chunki bizning dinimiz mukammal din. Dinda, islom dinida shak degan narsa yo'q. Kim shak qilsa u rad qilinadi. Bizning butun fiqh masalalarimiz Qur'ondan, hadisdan olingan. Qur'on o'zining boshida aytdiki: Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la royba fihi. Hudal lil muttaqin. Alif lam mim deyapti Alloh taolo, bu kitob unda hech qanday shak shubha yo'q deyapti. La royba fihi. Bu Qur'onda hech qanday shak shubha yo'q deyapti. Modomiki butun ilmlarning masdari, butun ilmlarning manbasi bo'lgan Qur'onda hech qanday shak shubha bo'lmasa, endi bu Qur'ondan chiqqan fiqhda nimaga shak shubha bo'lsin? Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bu uchala masala botil. O'zi birinchisi botil, bu shubhali, shak deyishlik. Unga bino qilingan masalalar hammasi botil bo'ladi. Qancha masala bino bo'lsa bo'lsin. Ilmsiz Hanafiylar bizni bu gapimizni eshitib hayron bo'lmasin. Ana bularni mana Vahobiylarga ma'lum bo'ldi. Huduriyni maqtab turib, mana rad qildi. Ular shunday bo'ladi, ular maqtab 100 ta to'g'ri gapiradi, bitta yomonni qo'shib qo'yadi deyshadi. Shular bechoralar shaytonning vasvasasiga uchmaslik uchun mana Hanafiy ulamolarining bir kitobini keltiramiz. Bu kitob Hoshiyatut Tahtoviy. Nurul Izohni sharhi Maroqil Salohga yozilgan bir hoshiya. Nurul Izoh Hanafiy mazhabida eng mashhur va ibtidoiy kitoblardan hisoblanadi. Ko'p madrasalarda birinchi bo'lib Nurul Izoh o'qitiladi. Keyin Quduriy o'qitiladi. Lekin biz talabalarimiz vaqtdan yutsin deb Nurul Izohni o'qitmasdan birdaniga Quduriy o'qitamiz. Chunki ikkalasi bir-biriga yaqin bo'lgan kitoblar. Yengillik, og'irlik e'tiboridan. Nurul Izohda ham aytayaptiki: "Wal qismur robi' su'run mashkukun." Bu qoldiqlarning 4-qismi shak qilingan qoldiqdir. Ay mutavaqqafun, ya'ni to'xtalgan deyapti. Aslida mashkukdan maqsad to'xtalgan, biror narsa deyalmayapsiz degani. Fi hukmi tuhuriyatihi. Ammo uni shak qilinib turganligi, hali bu masalaga ham kiramiz. Uni tuhuriyati to'g'risida. Shuni sharhida aytilyaptiki: Qala ibnu Amiri Haj. Ibn Amiri Haj aytibdilar. O'tgan darslarda ko'p aytdik. Bu kishi Ibn Humomning eng katta shogirdi bo'ladi. Ibn Humom Hidoyga sharh yozgan Fathul Qodirning musannifdir. Ibn Humom ham Ibn Amirul Haj ikkalasi Hanafiy olamining eng katta olimlaridan, eng muhaqqiq olimlardan. Butun Hanafiylar hurmat qiladi. Ya'ni butun ahli sunna hurmat qiladi, xususan Hanafiylar qattiq hurmat qiladigan olim. Shu kishi aytibdilar. Surun mashkuk yo'lda sharhida. Qala Ibn Amirul Haj: "Hazihi tasmiyatu" bu atama, ya'ni mashkuk degan atama, shakli shubhali degan narsa, lam turva an salafina. Bizi salaflarimizdan rivoyat qilinmagan deyapti. Abu Hanifadan bunday qavul yo'q. Imom Azam aytmagan bu gap. Abu Yusuf aytmagan. Imom Muhammad aytmagan, salaflar aytmagan. Ya'ni sahobalar, tobiinlar, tabi'at tobiinlarning zamonida bunday gap yo'q edi. Eshakda qoldig'i shubhali degan gap yo'q edi. Balki ba'zilardan bor desiz, aslan deyaptilar. Aslan rivoyat qilinmagan deyapti. Va innama waqa'at li kasirin min al-mutaakhirin. Bu narsa
mutaxirlarning ko'pchiligida paydo bo'lgan narsa. Mutaxir keyingi kelgan olimlarning gapi bu. Fasammahu ba'dhum mashkukan, ba'zilari buni mashkuk dedi va ba'zilari mushkilan, ba'zilari mushkil dedi. Mushkil desa yaxshiroq bo'ladi. Mushkil desa odam biladiki, ixtilofli masala ekan deydi. Ixtilofli masala ko'pki, bu narsani bittasi joiz deyapti, bittasi joiz emas deyapti, bittasi harom deyapti, bittasi halol deyapti, mana otni go'shtiga o'xshab. Shunga o'xshab mushkil deb qo'ysa yaxshiroq bo'ladi. Lekin mashkuk deyishligimiz bilan bu boshqa bir masala bo'lib chiqyapti. Shak qilishlik masalasi. Shubaga tushishlik masalasi bo'lyapti. Yana uni ustiga Hanafiylarning butun kitoblarini ko'ring. Hammasi aytadiki, eshakni tekkan suvini tohirligida shak yo'q deydi. Tohirligida, pokligida. Najas emas ekan, pok ekan. Lekin shak qilingan narsa hozir aytganimdek tuhuriyatda, ya'ni mutahhirmi, pok qiladimi, qilmaydimi? Ya'ni bu suv moy mustamalga o'xshaganmi yoki oddiy suvga o'xshaganmi? Shu masalada ixtilof bor. Moy mustamal pok deyiladi-ku. Eshak yoki hasir tekkan suv ham pokligida, o'zi tozaligida ixtilof yo'q. Hanafiylar hammasi ittifoq qilgan. Ixtilof pok qiluvchiligida. Demak, bu suvni ichsa bo'laveradi, lekin tahorat qilsa bo'lmaydi. Masala yana ham oydinlashdi. Nimaga endi buni mashkuk deyilyapti? Bu e'tibordan buni mashkuk deyishlik, shubhali deyishlik durust emas. Aslida yo'q edi, bunday ta'rif, bunday kalima bidiyat deymiz biz. Ikkinchidan, Hanafiy mazhabiga ko'ra tekshirsangiz, bu pok bir ittifoqi bilan, ulamolar ittifoqi bilan va zotan biz bu yerda sul adamiyya va ma yukallahu tahirun deb tohirlik to'g'risida gapiryapmiz. Buni mashkuk deyishligi xato. Tushundingizmi? Uchinchidan, suvni mutahhirligiga nimaga zarar qilsin? Bu suv modomiki pok bo'lsa, unga boshqa najas bo'lmagan narsa aralashsa, biz yuqorida o'qidik-ku. Masalan, sovun aralashsa, mana sovun pok narsa, lekin yeyilmaydi. Eshakni so'ragi ham pok, lekin ichilmaydigan narsa, shu suvga aralashsa, suvni hujmiga qachon zarar qilar edi? Suvga g'olib bo'lsa. Endi biz eshak tekkan narsani mashhur dek, eshak xafa bo'ladi. Men suv ichsam deydi. Butun tupurgimni tashladingmi-ku senlarda taqilingga deydi, taqilingga deydi. Baloga qoldim endi bu suv ichdim dedi. Ja chiqqan bo'lsa bir qoshiq so'rak chiqadi. Bundimi? Ja bo'lsa bir qoshiq so'rak chiqadi. Bir piyola chiqsin, bir piyola. Bir piyola so'rak chiqsin, esa bir yarim satr suv turibdi. Ikkalasi aralashgan vaqtida modomiki suvda u so'lakni hidi bilinmasa, asari bilinmasa, rangini o'zgartirib olmasa, yo ta'mini o'zgartirib olmasa, bu suvga g'olib bo'lmagani uchun bu suv mutahhirligicha qolyapti, tahorat qilsa ham bo'laveradi. Tushundingizmi? Hanafiy mazhabiga ko'ra eshak va hasir tekkan suvga tahorat qilsa ham bo'laveradi. Ichsa bo'laveradi. Bir odam tabiat totmasa, ichmasa boshqa masala. Shariat hukmi tohir. Mutahhirligida ixtilof bor. Modomiki shunday ekan, buni mashkuk deyishlik juda katta xato. Endi buni mutolaasi keng bo'lgan, Hanafiy mazhabini chuqur bo'lgan, ahli sunnani yaxshi bilgan, Qur'on hadisga mahorati bo'lgan olimlar biladi-yu, bilmagan mullalar o'zini bilimdan ko'rsatib, shariatda shunday masalalar bor. Ba'zilar aniq bilinadi, ba'zilari shakli, shubhali masalalar ham bordir. Taqsim qilishib, talabalarni aldaydi. Talabalar ham hayron bo'lib, bunaqa gaplar ham bor ekanlar deb yozib qo'yishadi. Shunaqangi masalaga olimlar ko'proq e'tibor beradi. Chunki yo'q narsa-ku bu, ajib. Hech kim bilmagan narsani o'rgataman deb. Shariatda bo'lmagan narsa. Durust emas. Qur'on boshidan inkor qildi va Hanafiy ulamolari ham inkor qilyapti. Endi hashirga nimaga bunday hukm berilyapti? Hashir eshakning hukmida. Hashirni bilasizlar, ot bilan eshakning bolasi u. Ot bilan eshakning bolasi hammasi ham hashir deyilmaydi. Onasiga qaraladi. Onasi eshak bo'lsa, eshak hukm beriladi. Agar onasi ot bo'lsa, ot hukm beriladi. Islom aytadiki, hayvonlarda nasab onaga qarab bo'ladi deydi. İnsonlarda nasab otaga qarab bo'ladi. Ikki millat, masalan, bir o'zbek bilan rus oila qurdi. O'zbek
erkak, rus xotin. Tug'ilgan farzand o'zbek deyiladi. Tushundingmi? Yoki bir inglizda arab turmush qurdi. Ingliz erkak, arab ayol. Tug'ilgan farzand ingliz deyiladi. Insonlarda otaga qarab nasab beriladi. Lekin hayvonlarda islom aytadiki, onaga qarab. Onasi eshak bo'lsa eshak deyiladi, ot bo'lsa ot deyiladi. Shuning uchun ba'zan o'rmonlarda hayvonlar ham o'rmon qonunini buzib, ba'zan bo'ri kiyikka irg'ir ekan. Bildingmi? Shunda farzand tug'iladi, u farzand bo'ri bilan kiyikni bolasi. Lekin onasi kiyik bo'lgani uchun kiyikning hukmida bo'ladi. Yesa bo'laveradi shuni. Bildingmi? Bu degani endi bu chachishtirishlikka izn emas bu. Bu ba'zan bo'ladigan narsa. Bo'ri kiyikni topsa mazaqa yeb qo'yadi uni. Shuning uchun Amerika, Yevropa kofirlar aytadiki, biz nasabni onaga qarab beramiz deydi. Ular nasabni onaga qarab beradi, otaga qarab bermaydi. Yahudiylar ham shunday. Onasi Yahud bo'lsa u Yahuddir, otasiga qaramaydi ular. Shuning uchun Yahudiylar qizlarini hammaga beraveradi. Kim so'rasa beraveradi. So'rayda sizga ham beradi. Arablarga ham berishaverdi. Ular uchun zarar qilmaydi. Onasi nima bo'lsa bolasi shu. Chunki hayvonlarda nasab onaga qarab bo'ladi-da. Alloh taolo ulardagi aytki kal an'am dedi Qur'on. Hayvonlar, kofirlar hayvonlardek. Bal adollu balki undan ham battar dedi. Shuning uchun ular hayvonlarning mazhabini ixtiyor qilgan. Kofirlarga ergashmaylikki, juda xatarli bo'ladi. Hozirgi vaqtda Amerika shunday qonun chiqardiki, bir bolani onasi sog'ib bo'lsa bas. Otasini e'tibori yo'q. Onasi kimligi ma'lum bo'lsa bas. Falonchi xotinning o'g'li yoki qizi deyiladi. Dadasining yozmasa ham bo'laveradi. Shuncha amerikalik xotinlar kuniga 5 ta 6 ta odamlar bilan erkaklar bilan yotib yuraveradi. Buni bolasini nasabi sog'ib. Onasi ma'lumda uni. Shunday bir rasvo bir hayot, rasvolik. Mana bitti. Tahoratni bir necha turlari bitti.